Bir xonali kvartirani puliga 6 sotuli yerimiz chiqdi. Fasadini o'zi 15 metr, uzunasiga 60. Ichkariga kirganda mana shunaqa go'zal atmosferasi sizlarni kutib oladi. Arxitektorlar bilan bitta gaplashib olsanglar, bitta ikkita oldinma-ketin uy qursa bo'ladi. Etek qismida mol boqadigan joylari ham bor. Bu yoqda akamiz o'zlari yashirganlar. Taqdir taqozosi bilan srochniy bo'lganiga mana shuni o'rtasidan bo'lib beraman debdilar. 6 sotig'ini narxi qizuv, narxidan gapir desanglar, 1 sotig'ini 6000 dollar qilib baholayaptilar. Yana ozgina cho't beradigan joyi bor. Manzil Yangi aeroportga ketirish yo'li O'rta Chirchiq, Saydovul mahallasida joylashgan. Xullas, foydalanib qoladigan joyi qiziq bo'lsa, bu videoni srochniy mana shunaqa hamyonbop yerlarda yer qidirayotgan tanishlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasa, pastda uy egalari nomerini video ostida qoldiramiz. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Aytgancha, yerimiz yoqqanmasa, bitta like bosib esdan chiqmasin.